Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Shavot Avto kanali obunachilar, do'stlar. Bugun sizlarga navbatdagi reklamamiz vahshiy bomba bo'ladi. Malibu 1 bilasizlar, o'z davrida palon $1000 bo'lgan bu. Hozir bemalol hammani qurbi yetadigan darajada narxi arzonladi. Lekin buning sostenida yaxshi avtomobil topish qiyin bo'lib qoldi. Holati zo'r Malibu 1 Oksiyetda 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasini ko'rsatib o'taman. Arka bagaj bakni kirishkasi ham ozgina kraskasi bor. Holati zo'r. Xullas 160 ming kilometr yurgan. Oksiyet, balonlari zo'r sostenida, akkumulyator ham toza. Tayyorgarlik ruxsati o'tgan ekan, qo'parib tashladik. Yana holatlari zo'r. Zo'rindan chexollar, monitorlar. Zo'r sostenida o'tdi. 160 ming yana probegini ko'rsataman. Probegi ko'rsam men qoldi. 160 ming kilometr yurgan. Salon holatlari ham zo'r tutdina. Sostenida вообще zo'r. Metan ham 2 yilmi 3 yil bo'lgan qo'yilganmi? Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin, bolalar ham top-toza tutdi. Holati вообще zo'r. Narxi undan ham zo'r do'stlar. Hozir narxini aytib o'taman. Videoni qamda kraskasiga kiradigan bo'lsak, shu yerda shunday petno sepilgan joyi bor. Kichkina. Qolgan joyini tekshirib olaverasizlar. Qolgan joyini egalari yo'q deb aytdi, bizlar ham yo'q deb turibmiz. Xullas, mashina holati zo'r. Haydab ko'rdim. Motor, ходовой коробка четкий. Razgom olishlar ham вообще zo'r. Narxini keladigan bo'lsak, do'stlar, narxi necha millionda qo'yamiz? Ha? 115? Narxi do'stlar 115 million so'm ustida gelish beramiz do'stlar. 115 million so'm. Ko'na Cobalt'ni puli do'stlar. Zo'rindan, sosteniyasi zo'rindan Malibu do'stlar. Malibu 1. Holati вообще zo'r. Kim olsa ham hazat minat do'stlar, chunki 1 gram aybi yo'q. Xalosanizlar, generalni xalosanizlar namozni o'tib beramiz do'stlar. Birdan like-ni bosib, videoni Malibu izlab bilgan obunachilar tashib qo'ying. Narxi zo'r do'stlar. Bu anda sotib chiqib turgan Malibular bilan takkaslab bo'lmaydi buni do'stlar. Kelib tekshirib olishingiz mumkin. Narxi kelishlar do'stlar, barter variantimiz bor, bank varianti ham bor do'stlar. Bemalol kelishingiz mumkin. Ekranda pastda nomer turadi, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin do'stlar. Yana bir avtomobilimiz do'stlar, Gentra Qop-qora svet 2019-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r, 1 gram kraskasi yo'q. Hamma narsa qilingan bunga do'stlar. Malibu 2 bor, Malibu 2 rul, monitor, xullas, keramika polirovka, Optra Amerikanka, xullas, Gentraga no'norat qilingan bo'lsa, shunda bor do'stlar. Narxi 145 million so'm. Vosh zo'r holatda turibdi. Like bosamiz, videoni jo'natib qo'yamiz, pastda nomer turadi, bemalol aloqa qilishingiz mumkin do'stlar.